Akim bilan dachaga chiqsang. Qalay? Dachamisan, dacha. Yo, aka, atik bor kunli bu aytganingizni qilaman. O'zingiz bilan yursiz har kuni. Bor mashinadan sumkalarni olib tushdim. Sumkalar hammasini olib tursam bo'ldimi? Keyin chimluramanmi? Ha, yur. Bo'ldi. Aka, men ham ish qilib bo'ldim. Endi mazaq cho'milmoqchiman. Olib turib qoraytirar ekan-ku. Qoraytirishmi? Ha? Yurmasanga cho'tki sharoit qilib beraman hozir. Ketdi. Yaxshilab, ukam, yaxshilab. Men balon qoraytirish demadi, o'zim qoraymoqchi edim olib turdi. Aka, ko'mir olib borib qo'ydim. Hop. Endi maza qilibchi? Ashula aytmoqchiman. Janona, ko'rganim bo'ldi mana devona deb chiqib ashula aytmoqchiman bular. Shashlikni adam qilaman. Nima qilsan bitta? Uxlayman, nima qilaman? Voy, bor ko'chaga chiqib tapchanda uxlagan. Baqirma menga, cho'rt. Hamisha menga qildiryapsan. Voy, telefonimni olib Google'dan nima ko'rding? Nima ko'rdim? Istoriyani tozalamabsan-ku? Atak tapchan unaqa sovuq bo'lmasa kerak. Unaqa sovuq emas. Lekin aka men sendan xafaman. Nimaga? O'zing aytding menga, arzonchi dachaga olib chiqaman, zo'r dachada maza qilib cho'milasan, dam olasan dedingda, mana bittaning gaping ustidan chiqqani yo'q. Balki hamisha menga qildirtirding, oshna og'ayning faqat kayf yurdim. Ko'p gapirma hali, men ish bor. Yana ish bormi? Ha? Bo'pti, cho'kaman men tinchgina. Menga qara, bo'rga qara. Tur. Dacha bor,